Hurmatli kuzatuvchilar, siz bilan biz bilgan elektrodvigatelni himoya qilish qurilmasi, ya'ni JDB, JD6larni biz bilamiz. Bu qurilmalardan zerikkanlar uchun Delexida yangi qurilma. Ya'ni SDS16 hamda JD6Q versiyasi. Demak, yangi qurilmamiz JD6Q versiyasi hamda SDS16 versiyasi. Demak, bularning nima farqi bor? Demak, JD6Q versiyamiz elektropanel, ya'ni tarqatish panellarini yuziga o'rnatish uchun mo'ljallab chiqarilgan. SDS16 versiyasi esa ya'ni modulli tipda bo'lib, DNKga joylashadi. Bularni eski tipdagi zashetni, ya'ni himoya qilish vositalaridan farqi shundaki, bu qurilmamizning chiqish portlari, ya'ni bularda oldin bitta kontakt bilan bitta elektrodvigatel o'chiradigan bo'lsa, navbatma-navbat 3 tagacha elektrodvigatellarni o'chirish imkoniyati bor. Bundan tashqari, liniyadagi yoki o'sha elektrodvigateldagi muammolar kelib chiqishini hammasini, demak, o'sha xotirasiga yozib boradi. Ya'ni siz bundan statistik ma'lumot olishingiz mumkin. Bunisiga keladigan bo'lsak, bu modelimizda ham xuddi shunaqa. Ya'ni buni ekrani sal kattaroq. Buni sozlash juda ham qulay. Chiqish portlari bunda 2 ta, bunda 3 ta. Undan tashqari, bularning transformator kompleksida, ya'ni o'zini o'sha qutisida komplektatsiyasida o'zini transformator toklari bor. Xuddi JD5 ga o'xshab, buni ham o'sha kabellar orasidan o'tadi. Undan tashqari, mana katta amperdagilar, misol uchun JD6mizda mana bu kabellarning o'tish joylari ancha kichik edi. Demak, bu versiyamizda 100 amperdan misol uchun oladigan bo'lsak, 400 ampergacha kabellarni bemalol orasidan o'tkazishimiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, transformator toklari o'zini komplektatsiyasida bor. Qurilmamizning yana bitta qulaylik tomoni shundaki, siz buni demak o'sha tarqatish panelini yuziga o'rnatganingizdan keyin siz buni sozlashi sizga juda ham qulay bo'ladi. Transformator tokini siz xohlagan joyingizga qo'yishingiz mumkin. Ya'ni o'sha 1 metrdan 3 metrgacha bo'lgan masofada o'rnatishingiz mumkin. Bu qanday bo'ladi deganga, ya'ni o'sha siz bilan biz bilgan LAN kabel orqali, ya'ni podключенияsi juda ham qulay. Ikkalasi ham xuddi shunaqa shaklda ulanadi. Buniki tepasida, buniki ham shu tepasida. Kimga qiziq bo'lsa, demak, barcha delillarimizda bu mahsulotlarimiz mavjud. Agar sizda qanaqadir savollar tug'ilgan bo'lsa, pastdagi nomerlarga telefon qilishingiz mumkin. Videolarimizni o'tkazib yubormang, kanalga obuna bo'lib qo'yishni esdan chiqarmang.